Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 12-iyun. Mana pomidorlarimizni bugun kundagi holati hozir terim bo'lyapti. Hop. Uje mana birinchi shodalar terildi. Ikkita qolgan, bir xillarda qolmagan. Hozir. Ichkari deylar. Bixillarda ikkitadan bixillarda mana qolmagan. Donlari hozir ochiqroq joyga boraylik. Donlari mana yodilari yiri katta. Hosilları. Bayağı orası yaxshi ko'rinmayapti. Qalin o'sib ketgan. Hozir chili pomidorlarni ko'rsatib bittasi so'ligan. O'z yoshligidan yaxshi o'smagan. Chili pomidorlarimizni bunday qilib uzumga o'xshab tarab oldim. Hop. Alohida qizarganini ko'rsatib qo'ydim. Pomidorlar teryapmiz. Bitta ikkita donlari to'kilyapti. Shu to'kilmasligi uchun dori ham berib yuboramiz. Hop. Namasini sanash onsor ekan. Hop, mana yerdan bitta uzilgan, mana yerdan bitta shoda uzilgan. Oldingi safar uzildi mana ikkinchi shoda, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, mana 7-chi, mana 8, mana 9, 10, 11, 12, anaqa singan. Hop, 13, 14, 15, 16, xullas 20 ta shodalar ham bor mana bu qatori. Xo'sh. Bu yerdan bittasi uzilgan mana, bitta shoda. Hop, ikkinchi shoda mana. Mana orqasida 3-chi, mana 4-chi shoda, mana bunisi 5-chi shoda, 6, mana 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 singacha 15, mana 16, 17, hali gullab turibdi. 18, mana 19, mana 20, mana 21, 22-si gullab so'yapti. Yana 3-da shodasi bor. Xo'p, bu yoqda mana bu yoqda yana bachki ketgan, yana davomi. Xullas 20 ta davo shu, 22 ta, 24 ta, 25 tarilari ham bor. Rasl hosil solar ekan. Buni ham hozir yonidan ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, nasıl chiroyli solgan. Hozir mana buni tashqariga chiqib turib yo'dan ko'rsatish osonroq. Mana donlar, mana donlari 3 ta dona sho'rva katta mana
Bu yerdan hozir terildi. Hali hosil o'zi bor. Xo'sh. 5 ta terim bo'ldi. Bu 6-terimimiz. Xo'sh. Ana shu odalar. Katta, mana shu ham 300 grammdan shu 400 gramm chiqib qoladi mana. Donlar rasa yiri bo'lyapti tepalar. Ana qotib qolgan donlari mana yuryapti, endi doni kamaygani hisobiga yuryapti. Mana donlar. Yiri, katta. Shunaqa holatda. Orqada ham chiri pomidorimiz bor, yonidan olsa bo'ladi. Hali chiri terganimizda o'tni ham videoga olishga harakat qilamiz. Bugun chiri pomidorlardan teramiz, oxirida terimda unda ham videoga olamiz. Mana pomidorlardan terib oldik. Shunaqa holatda. Bu yerda yashilida ham bor. Endi chiri terishni boshlaymiz hozir. Xudo xolasa ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Keyin oxirida qancha chiqqanini ham aytib o'tib ketamiz. Mana orqa tomonimizda chiri pomidorlarimiz. Hozir endi bu teramiz mana. Uyligini keyin teramiz mana bu yerdan. Yonidan yaxshi ko'rinadi mana. Rasa solgan. Mana bundoq qilib yonidan ko'rsatib mana. Oxirgacha shunaqa solgan mana. Ichkaridan bunaqa olib bo'lmayapti. O'tni ham mana qilib uzunga o'xshab ishkon qilib tarab olamiz. Xudo xolasa bu yerda ham osirib turadi. Rasa sovyapti mana. Bunaqa soladi deb o'ylamagan edim. Oldingi yil 20 ta ekkan edim. Yoquvdi bu yil. O'pshi 540 ta ekildi. Bir xillar 3 talab shoda solgan joylari bor mana. Ichkarida 4 talab solgan joylari bor mana. Dahshat. Mana chili pomidorlardan terib chiqdi. 14 ta yashi chiqdi. Yetti 80 kilodan oshiqroq. Yo'lda mana taxlamoqda. Yo'lda mana yirilari. Hozir bu ham 30 dan oshdi. Yashi. Mana chili pomidorlarimiz. Shuna dahlangan. 13 yashi. Yo'lda mana qirq 7 yashi chiqdi. Hozir tortamiz. Mana pomidorlarni terib topshirib oldik. Xo'p, endi 2 kundan keyin hasharotga qarshi dori sepib qolamiz. O'sha kapalak qurtiga vaqti kelib qoldi, o'shanga sepamiz. Mana oq pashshaga, mana kapalak qurtga, mana ikkalasi o'rgimchekanaga, manasi shiraga. Hozir bularning hammasini
aralashtirib qo'yamiz. Bular 48 soat aralashib achib turish kerak, achitib qo'yish kerak. Keyin indinga xudo xolasa ertalabroqlikdan sepib boramiz. Kuzatib boringlar, qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz.